Allohim har birimizga o'zimiz ko'tara oladigan sinov, o'zimiz ko'tara oladigan dard beradi. Mana shu sinovlarning orqasida esa go'zal jannat turadi. Nima uchun quyoshchi farzand tug'ildi? Homiladorligingizda bilmaganmisiz? Doktorlar aytishmaganmi? Xo'sh, ayb kimda, sizda yoki eringizda? Bunaqa savollar juda ko'p keladi. Nima uchun Allohning qadariga qarshi borib, jonsiz uskunalardan, gunohkor bandalardan ayb qidiramiz? Axir Alloh xohladi-ku bizga shunaqa ne'mat berishni. Nimaga birovni ayblashimiz kerak? Kimdir bu sinovni ne'mat deb qabul qiladi. Yana kimdir bu sinovni musibat deb qabul qiladi. Ne'mat deb qabul qilsangiz, ardoqlab, avaylab katta qilsangiz, qiynalib boqsangiz, albatta bu ne'mat sizni jannatga olib kiradi. Agar har birimiz shunday farzandlarni Allohning ne'mati deb jannat istagida qaraganimizda edi, balki nogironlik uyida bolalar bo'lmasmidi?